bizning ilk qadamlarimiz va kelajagimiz boshlangan muqaddas maskandir. O'qituvchi sifatida mening eng katta maqsadim shu yurtga sadoqatli va bilimli avlodni tarbiyalashdir. Bilim berish faqat ma'lumot uzatish emas, balki qalbni yoritishdir degan ekan Abu Ali ibn Sino. Bugungi qahramonimizning ota-bobolari o'qituvchi bo'lib o'tishgan. Asosiysi, uning otasi Akbar Suvonov ham shu sohaning fidoyilaridan bo'lgan. Salom bolalar. Salomat bo'linglar. O'tiring. Aziz o'quvchilar, bugun sizlar bilan ko'klamni boshlab kelding mavzusini o'tamiz. Hozir yurtimizda qaysi fasl? Bahor fasli qaysi oylardan iborat? Mart, aprel, may. To'g'ri. Endi bahorda tabiatda qanday o'zgarishlar ro'y beradi? Abdulvosit. Bayramlar ko'p bo'ladi. Yana Birinchi gul boychechak chiqadi. bahorda kunlar isiy boshlaydi. Uzoq o'lkalardan qushlar uchib keladi. Atrof yam-yashil bo'ladi. Daraxtlar kurtak ocha boshlaydi. Yana doshqozonlarda sumarlaklar pishiriladi. Boychechaklar ochiladi, binafshalar gullaydi. Daraxtlar ham gullay boshlaydi. Bahor faslida tabiatda kun bilan tun tenglashadi. Quloq solamiz, hamma menga qarasin. Topshirmoq aytaman, javobini aytasizlar. Xo'p, xo'r bo'lib aytasizlar, ha, javobini. Erta ko'klamning nozi, yer tagida piyozi. U ochilsa taralgay, qirda bahor ovozi. To'g'ri, bolajonlar. Bargim ingichka, qad bastim navcha. Hidlab ko'r hargiz, ismimdir Nargiz. To'g'ri, bolajonlar. Endi sizlar bilan boychechak she'rini o'rganamiz. Bolalar, boychechakning rangi qanaqa bo'ladi? Yaxshi. U qachon ochiladi? Bahorda. To'g'ri. Bolalar, demak, boychechak binafsha gulidan ham oldinroq ochilishga harakat qilar ekan va erta bahorda eng birinchi bizga darakchi bo'lib, darak berib, bizga bahor kelishidan xabar berib, boychechak ochilar ekan. Mana shu she'rni hammamiz birgalikda aytamizmi? Boshladik. Tanaffus paytida biroz ishlaridan qo'li bo'shagan qahramonimizni suhbatga tortdik. Mening ota-bobolarim 38-yildan boshlab pedagog faoliyatini olib borgan bo'lsa, men ham hanuz ularning faoliyatini davom ettirib kelmoqdaman. Men bolalikdan o'qituvchi bo'lishni orzu qilganman. Men 5-sinfligimda esimda she'r yozganman, she'rlar qiziqib. Ular she'rga o'xshamasa-da, lekin meni qiziqish bo'lgan. Dadam meni she'riyatga qiziqishi bor deb redaksiyaga 5-sinfligimda qo'limda yetaklab olib borganlar. Shundan menda o'qituvchilikka qiziqish paydo bo'lgan. O'spirin yoshda har bir bolaning qiziqishlari o'zgara boshlaydi. Ko'plab bolalar san'at sohasiga qiziqib qolishadi.
Biz ham Nilufardan sizda ham shunday holat bo'lganmi deb so'radik. Menda ham meditsina sohasiga qiziqish bo'lgan, lekin o'qituvchi bo'lishga qiziqish yuqoriroq bo'lgan. O'sha paytda menda ximiya, biologiya fanlariga chuqur o'zlashtirishga harakat qilganman. Shu bilan birgalikda she'riyatga bo'lgan qiziqishim so'nmagan. Ko'p she'rlar, maqolalar yozib borganman. Nashriyotlarda nashr etilgan. Baribir pedagogika sohasi meni o'ziga jalb qilgan. Maktabni a'lo baholarga bitirgan Nilufar Usmonova hujjatlarni Samarqand davlat pedagogika universitetining filologiya fakultetiga topshirdi. Omadi chopgan qahramonimiz o'zi sevgan sohani o'rgana boshladi. U yerda biz ustozlarimizdan tahsil oldik va bizning ilk kitobimiz Bahoriy iliqlik degan nomli kitobimiz nashr etildi. Bunda bizning yaqinlarida vafot etgan ustozimiz Xotam Umirovning hissalari katta edi. Biz 4-5 ta talaba qizlarning hammasining yozgan she'rlarini jamlab bitta kitob qilib chiqargan edik. Talabalik davrlari juda qiziqarli, voqealarga boy bo'lib o'tdi. Bolajonlar, bugun husnixat yozishimizda bosh U va kichik U harflarini yozamiz. U harfi o'git, uroq, so'roq so'zlarida ishlatiladi. O'git bu pand nasihat degan ma'noni bildiradi. Endi tez aytishimiz bor bu yerda. Qani shu tez aytishimizni aytib ko'ramiz. So'roq, uroq shaklidami, uroq, so'roq shaklidami? Bolalar, qani kim shuni aytib beradi? Biz bilamiz, uroq va so'roq rostdan ham bir-biriga o'xshaydi shaklan. Qani shuni kim aytib beradi? Qani Sindor Qulova. Bolalar sanaymiz, qani ketdik. So'roq shaklidami, o'roq so'roq shaklidami? So'roq o'roq shaklidami, o'roq. Ha, bo'ldi. Ha. O'quvchilar, endi sizlar bilan birinchi mashqni bajaramiz. Bunda rasmlarni so'zlarga almashtirib matnni o'qiymiz bolalar. Mahallamizda katta nima bor ekan? Bog' bor. U yerda mevalar sanab ketamiz. Ketdik. Olma, nok, behi, xurmo daraxtlari o'sadi. Mevali daraxtlarni dehqon bobo parvarish qiladi. Belkurak bilan daraxtning tagini yumshatadi. Biz ham chelakda suv qo'ydik. O'quvchilar, tanaffus bo'ldi, chiqishga chiqishlaring mumkin. Shu o'qishim davomida psixologiya faniga qiziqish menda juda ortdi. Ya'ni bolani dars berish davomida uni psixologiyasini chuqur o'rganish kerak. Bolani psixologiyaga kirib borish kerak bo'lganligi sababli men pedagogika psixologiya fakultetiga o'qishimni ko'chirdim. Va men psixologiya sohasini chuqur o'rganib o'zlashtirishga harakat qildim. Va men psixologiyani tamomlaganimdan keyin boshlang'ich ta'lim yo'nalishi bo'yicha qayta tayyorlovda kurslarda o'qidim. Shundan buyon boshlang'ich ta'lim yo'nalishida faoliyat olib bormoqdaman. İlk dars bergan kunim, bu kunda menda ham hayajon juda kuchli bo'lgan va juda qiziqish ham kuchli bo'lgan. İlk sinf xonasiga kirganimda, o'qituvchi sifatida kirganimda, bolalarni ko'rib, ularni ko'zidagi bilimga bo'lgan qiziqishlarni ko'rib, tanlagan kasbim naqadar yaxshi va mas'uliyatli ekanligini his qilganman. Shu bilan birga hayajonim bo'lgan. O'quvchilarning qiziqishlari meni bir umr xotiramda qolgan. Bu ilk dars o'tishlarim, ilk faoliyatim Urgut tumani 39-maktabda bo'lgan.
Faoliyatini boshlagan qahramonimiz Sultonmurod Nosirovga turmushga chiqadi. Farzand ta'tilda bo'lgan paytlari u o'z ustida ishlab bordi. Men 2006-yili turmushga chiqqanman. Ya'ni o paytlari men 4-kursni tugatish arafasida edim. Turmush o'rtog'im ham Samarqand davlat chet tillar instituti talabasi, oxirgi bosqich talabasi edi. Men tushgan xonadon fayzli, qaynona qaynotalarim bizga o'rnak bo'la oladigan, samimiy, mehribon, juda ham tushungan insonlar edi. Ular har doim meni qo'llab-quvvatlab kelishgan. Men farzand tarbiyalash bilan birga, oilam bilan birga darslarni ommalashtirishga, o'z ustimda ishlashga, toifalar olishga, milliy sertifikatlar olishga harakat qildim. Va mening bitta orzuyim shu ilmiy ish qilish edi, dissertatsiya himoya qilish edi. Endi men shu ishga vaqt topdim va hozirda shu ishimni boshlaganman. Men hozir o'quv qo'llanmalar ham tayyorladim bu mavzuda. Menga ustozlarim Samarqand davlat chet tillar institutida dotsent bo'lib ishlaydilar. Rustam va Adashoy Eshonqulovnalar bu yo'lda menga juda katta yordam beryapti. Bilaman, bu ish oson emas. O'ziga yarasha qiyinchiliklari, mas'uliyati bor va juda ko'p izlanishlar talab etadi. Men lekin mana shularni hammasini birdek olib borishga harakat qilaman. Bolalar, matematika darsini boshlaymiz. Dars boshlashimizda o'tgan darsni mustahkamlash uchun bitta o'yin o'ynaymiz. Qani, 2 kishi doskaga kelsin. Abdulvositki, Boburjonki. Mana bu kubigimiz. Men sizlarga savollar beraman, tezkor savol-javob o'ynaymiz. Sizlar javob berasizlar. Qani, bu koptoklarimiz. Sizlarning ikkovlaringni ikkita guruh deb olamiz va har bitta to'g'ri javob uchun bittadan koptok yopishtiramiz. Qani, kimni koptogi ko'proq bo'lar ekan? 89 dan ayiramiz 13 ni. 76. 76 to'g'ri. Abdulvosit to'g'ri aytayapti. Biz bilamiz, bolalar 100 ichida qo'shish ayirishlarni o'rganyapmiz, a? 69 dan ayiramiz 13 ni. 83, 53. 69 dan ayiramiz 13 ni. 53. Yana Abdulvosit. 93 dan ayiramiz 12 ni. 81. To'g'ri, qo'lni tushirmaydi. 19 ga qo'shamiz 22 ni. 30. Necha? 31. To'g'ri. Bugungi o'yinimizning g'olibi Abdulvosit bo'ldi. Boburjon, sen ko'proq o'z ustingda ishla. Xo'p. Bolalar, endi Abdulvosit bilan kim yana bellashishga chiqadi? Sen Umarki. 72 ga qo'shamiz 12 ni. 84. To'g'ri. Umar. 56 dan ayiramiz 13 ni. 43. To'g'ri, Umar. Abdulvosit harakat qilamiz. 78 dan ayiramiz 14 ni. 64. To'g'ri, Umar. Bu o'yinimizda Umar g'olib bo'lyapti. Yana Abdulvosit harakat qilamiz. 96 dan ayiramiz 15 ni. 81. Bu o'yinimizda Umar g'olib bo'ldi. Abdulvosit, sen ham harakat qil.
bolajonlar, matematika fani barcha fanlarning kalitidir. Uyda matematika bilan juda ham ko'proq shug'ullaning. Matematika fanini yaxshi o'qing. Mana hozir Umar juda ham uyda ham ko'p shug'ullanyapti. Ko'rdingizmi? Matematikani yaxshi bilsangiz, hech ham qiynalmasdan javob berasiz. Aziz o'quvchilar, mana bugun biz sizlar bilan juda yaxshi o'qib o'rganlaringiz. Kelajakda sizlar yaxshi insonlar bo'lishlaringiz kerak. Olimlar, buyuk insonlar bo'lishlaringiz kerak. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak? To'g'ri bolajonlar, biz yaxshi o'qishimiz kerak. Bolajonlar, endi sizlar bilan xayrlashamiz va hammalaringiz berilgan topshiriqlarni o'z vaqtida bajarib, uyquga to'yib, ertaga yana maktabga kelingizlar. Bolajonlar, sog' bo'linglar. Ustoz, mumkinmi? Keling. Assalomu alaykum. Farxon, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Yaxshi. Ishlar yaxshi bo'lyaptimi? Siz yaxshimisiz? Qani o'tiring, qani. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Qani ishlarimiz qanday bo'lyapti? Yaxshi bo'lyapti asta-asta. Ilmiy ishlarda qimirlash bormi? Ha, hozirgi kunda 3-4 ta maqolalar chiqardim, xorijga ham. O'zi mavzum meni boshlang'ich ta'lim o'qish savodxonligi darslarida multimodal matnlar va media resurslardan foydalanish. Men tanishib chiqdim, o'qib chiqdim. Juda keng, yaxshi beribsiz. Menda o'zimda bir savollar tug'ildi. Bugungi jamiyatda oddiylik va an'anavilikdan qochib yangi usullarni ko'rsatibsiz. Mana bu usullarda hozir o'quvchilaringiz bilan men bir suhbat qurdim. Bularga fizkultura darsi bo'lib turgan ekan, darsda bir nazorat qilgani kirdimda, o'qituvchi bilan bir ikki og'iz suhbat qurdim. Sinfingiz boshqa sinflardan ko'ra ancha ilg'or. Mana boshqa sinflardan savollarga, boshqalarga javob berishga ham ancha ilg'or. Menga ma'qul tushdi. Bu sizni yangicha intilayotganingizdan deb o'yladim. O'zingiz nima deysiz? Yana nimalarni ko'zda tutyapsiz? Hozirgi kunda men xudo xolasa shu ilmiy ishimni tugatish arafasidan bo'lyapman. Yana o'quvchilar bilan yangi metodikalardan foydalanib darslar o'tish, yangi hozirgi 4K, 5E modellardan foydalanib darslarda o'quvchilarni faollashtirib, samarali o'tishni yo'lga qo'ymoqchiman va bu bilan darslarimiz davomida mashg'ulotlar o'tkazyapmiz. Juda yaxshi, juda yaxshi. Siz kabi ustoz bizni qo'llab-quvvatlab turar ekan, biz albatta ishlaymiz. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Mayli. Ilmiy ishlarni qilayotgan qahramonimiz ko'proq faoliyatidan foydalanadi. Chunki har bir qilayotgan ishlarini amaliyotda sinab ko'radi-da. Haqiqatan to'g'ri aytasiz. O'quvchilar, ya'ni bolalar bilan, ayniqsa boshlang'ich sinf bolalari bilan ishlash ancha murakkab. Ularning ortida ota-onalari ham turadi. Ota-onalar bilan ham munosabatni yaxshi o'rnatish kerak. Men asosan ota-onalar bilan samimiy va bir-birimizni tushungan holatda ish olib borishga harakat qilaman. Va buning natijasida o'quvchilarning bilimi bir-birimizni tushunib ish olib borishimizni samarasi o'laroq yaxshi natijaga erishadi. Bilim olishi yaxshi bo'ladi, o'zlashtirishi ancha oldinga siljiydi.
oliy toifaga keladigan bo'lsak, bu oliy toifani olishimning orqasida ancha mehnat, ancha mashaqqat turadi. Bu mehnatlarning samarasi deb o'ylayman. Ta'lim fidoyisi unvonini olganimda ko'nglimda albatta cheksiz hayajon va menga bo'lgan ishonch, umid yana uyg'ondi. Suhbat davomida eng qiziq savollardan biriga to'xtaldik. Nima sababdan aynan boshlang'ich ta'lim yo'nalishini tanladingiz? Bilasizmi, pedagogika sohasida o'zi yengili yo'q. Sababi katta sinf o'quvchilari bilan ham psixologiyasini topib olib ishlash kerak. Ularda o'tish davri bo'ladi, murakkab jarayonlar kechadi psixologik. O'zi pedagogika sohasining hech birida oson emas. Hammasi murakkab. Ishlardan bo'shagan Nilufar ota uyga shoshilar edi. Keldimi? Rahmat sizga. Xo'p. Bugun onamning tug'ilgan kuni edi. Sizlarga aytish esimdan chiqdi. Kelingizlar, ijodiy jamoalaringiz bilan birgalikda tabriklaymiz. Onajon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Baxtimizga har doim omon bo'ling. Mana shu gullarday ochilib yuring. Rahmat. Boringizga shukr. 100 yoshlarga kiring. Uzoq va baxtli hayot kechiring. Sening ishlaring. Mana bu ham sizga. Sog' bo'l. O'zi yaxshi o'tiribsizmi? Bolalaring yaxshimi, xo'jayinim? Yaxshi, Hamma rahmat. tinchmi? Hammasi yaxshi. Qanday bo'lyapti? Ilmiy ishlaringni qilyapsanmi? Ha, qilyapman ularda ham. Qiynalyapsanmi? Yo'q. Maktab borib kelyapsan, yana uy ishlari. Yo'q, hammasi ketyapti asta-asta. Keling onajon, bugun sizni tug'ilgan kuningiz bilan men sizga atab she'r aytib beraman. Bu dunyoning oq tongi onasiz otgan emas. Onalik uy quyoshi hech qachon botgan emas. Mehribonlik bobida quyosh kabi ulug'vor, onasiz hech bir qasrning davlati ortgan emas. Siz bizni baxtimizga, boshimizga doim sog' salomat bo'ling. Dadamiz ham agar yonimizda bo'lganlarida, agar hayot bo'lganlarida bundan ham yaxshi bo'lar edi. Mana shu kunlarni ko'rsalar juda ham xursand bo'lar edi dadamiz. Meni ilk ustozim dadam meni qo'llarimdan yetaklab maktabga olib borganlar. Eslaringizdanmi, dadam bizni hammamizni tug'ilgan kunlarimizni bee'tibor qoldirmas, shirin so'zlar bilan gapirar edi. Mo'min hayot darsin o'qib, o'zingizdan ustozlar. Ko'klamni boshlab kelding, mavzusini o'tamiz. Bolalar, hozir tanamizga chiqamiz.
bugun ko'rganingizdek har bir bola bilimga tashna. Bilasizmi, ular har safar menga men o'qituvchi bo'laman yoki men shifokor bo'laman yoki men olim bo'laman deganlarida men juda ham sevinib ketaman. Mayli ular meni sohamni tanlamasin, lekin shu yurt uchun xizmat qiladigan inson bo'lsa, bu meni sevintiradi. To'g'ri, sohada albatta charchashlar bo'ladi, lekin hech qachon chekingan kunimni eslay olmayman. Chunki men har safar ishga kelganimda bolalarimni ko'raman deya katta ishtiyoq bilan kelaman. Bu esa men uchun katta baxt va men to'la-to'kis baxtli ayolman.